taniman. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Iltimos viloyat hokim bu yordam bering. Uzr. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining salbiy e'tiroziga sabab bo'lgan video lavha yuzasidan munosabat bildirib o'tmoqchiman. 2025-yil 24-sentyabr kuni tungi soat 19:00 lar atrofida Samarqand tumani Rajabamin mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi Panjikent ko'chasida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib borayotgan 2010-yilda tug'ilgan piyodani ko'rib turganingizdek, ushbu Gentra rusumli avtouloq haydovchisi yuqori tezlikda harakatlanib kelib urib yuborib, ya'ni yo'l transport hodisasi sodir qilib, voqea joyidan yashiringan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruv va qidiruv ishlari natijasida ushbu yo'l transport hodisasini sodir qilib, voqea joyidan yashiringan haydovchi va transport vositasi ko'rib turganingizdek, transport vositalarini ta'mirlash ustaxonasidan topilib, unga nisbatan qonuniy tartibda hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Yo'ldan kelayotgandim, qizcha ko'cha bo'yidan ketayotgan ekan. Urib yorib qochdim men. Qo'rqdimda, shu uchun yashirindim. Men o'zimni kechira olmaymanki bu ishimdan. Men shu urib yorganimdan qo'rqdim. Hurmatli haydovchilar, men sizlardan iltimos qilaman, bu ishni menga o'xshagan takror qilmanglar. Bo'yniga qizchani ham ota-onasidan ham kechirim so'rayman. Mashinani daraxtga tegizib oldim deb bizlarga remontga olib keldi. Keyin bilganimizda mashina bilan odam turtib o'tgan ekan. Ta'mirlayotgan paytimizda ichki ishlar xodimlari kelib, bizlardan mashinani remont qilish uchun ma'lumotnoma berishdi. Bizlarda ma'lumotnomasi yo'q edi. Avtomobil to'g'rilaydigan kuzovchilik akalarimiz qonuniy ishlab ma'lumotnoma bilan ishlanglar. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bundan keyin bunaqa ishlar takrorlanmaydi. Ko'rib turganingizdek, yo'l transport hodisasi sodir qilib, voqea joyidan yashiringan haydovchiga nisbatan Samarqand tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan qonuniy tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, haydovchi bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Transport vositasi esa vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Holat oqibatida tan jarohatlari olgan 15 yoshar qiz Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga olib kelingan. Ayni paytda esa bemor hamda uning onasi bilan suhbatlashgani shifoxonaga yetib keldik. Salomat bo'linglar, topilganingiz shukr. Shuncha vaqtingizni ayirib bizga yordam berganingiz uchun rahmat, yuzga kiringlar. Boshqa odamlarga bunaqa qaytarilmasin, o'ylaysizlarga, sal ko'zlaringizga qaranglar, iltimos sizlardan. Ichki ishlar xodimlari, yo'l patrul xodimlariga alohida minnatdor bildiraman. Bu tarafdan Archalan tagidan kelayotgan edim. Keyin pastga tushgan bilaman, keyin esimga yo'q. Tezlikni kamaytirish kerak. Meni shoshayotgan bo'lsa ham asta haydash kerak. Endi ko'ziga qarash kerak-da. Любой narsa bo'lishi mumkin. U ko'chayni hech kim hech nima deya olmaydi. Menga o'xshamasligi uchun bahor bo'lish kerak hamma o'ziga.